2025 yil kirgandan boshlab Tayland hukumatining Taylandda 10 yildan ortiq vaqtdan beri tutib turilayotgan 48 Uyg'urni Xitoyga qaytarishga urinishi G'arb davlatlari va kishilik huquq tashkilotlarining izchil diqqatida bo'lib kelmoqda. Tayland hukumati xalqaraning besimi bilan bu masalani xalqaro kishilik huquq nizomi bo'yicha bir taraf qildiganligini bildirgan bo'lsa-mu, lekin uning Xitoyning besimiga tiz bukish yoki Xitoy bilan savdolashib qelish natijasida Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib qelish ehtimolligining har vaqt mavjud ekanligini o'tirg'ab qo'yilmoqda. Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasi Tashqi munosabat komiteti 24 fevral kuni e'lon qilgan bayonotda Kengash palata a'zolaridan Jim Rich bilan Jenny Shahin, Kengash palatasi Tashqi munosabat komitetining raisi Pete Ricketts va oliy amaldori Chris Conis qatorliqlar shu kuni bayonot berib, Tayland hukumatining 48 Uyg'urni Xitoyga qaytarishi mumkinligini, buningdan qattiq andisha qilayotganligini, chunki Xitoyning hozir Uyg'ur va boshqa musulmonlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini bildirgan. Ular bayonotida mundaq degan: "Bu xabar kishini cho'nqur andishiga soladi. Chunki bu Uyg'urlar Xitoyga qaytarilsa, og'ir qiyin-qistoqqa, qamoq jazosiga, hatto o'limga duchor bo'ladi." Amerika xalqarada umumyuzlik e'tirof qilingan kishilik huquq va'dasi bo'yicha bu masalani bartaraf qilish uchun amaliy hal qilish taklifini o'tirg'a qo'ydi. Biz Tayland rahbarlarini oqilona bo'lmagan xato qadam bosishdan saqlanib, biz qo'ygan taklif ustida Amerika tarafi bilan darhol aloqa qilishga chaqiramiz. Dünya Uyghur Quruqluğu 2025 yılı 11 yanvar günü ciddi çaqırıq e'lon qilib, Tayland hukumatidan 48 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarmaslikni talab qilgan edi. Tayland hukumatining 27 fevral 48 nafar Uyg'ur musofirni Xitoyga qaytarganligi haqidagi uchur tarqalgandan keyin ular Tayland hukumatiga qayta chaqiriq e'lon qilib, Tayland hukumati bu Uyg'ur musofirlarni Xitoyga qaytarishni cho'qim to'xtatishi kerak. Ular helimi 10 necha yil azob chekdi. Ularni Xitoyga qaytarish o'lim jazosi bergan bilan o'xshash degan. Ko'p yillardan beri Taylandda tutib turilayotgan Uyg'ur musofirlarining taqdiriga ko'ngil bo'lib kelgan jurnalist va tadqiqotchi Niriola Elima BDTni Taylanddagi mahbus Uyg'urlarga musofirlik salohiyati berishga chaqirib kelgan bo'lib, Taylandning ularni Xitoyga qaytarganligi haqidagi gap o'tirg'a chiqqandan buyon bu masalaga yaqindan aralashib kelgan. U 25 fevral X'da e'lon qilgan uchurda o'ziga yetkazilgan ishonchli uchurlardan bu Uyg'urlarning 27 fevral Xitoyga qaytarilganligini bildirgan. Ammo radiomizning bevosita egallagan uchurlarga asoslanganda Tayland taraf undaq ishning yo'qligini bildirgan. Bu Uyg'urlarning delosiga mas'ul advokat Chuchart Kanpay, "Mening bilishimcha Uyg'urlarni Xitoyga qaytaradigan shapi yo'q. Men teg'i bayla tushdan keyin ikki atrofida ahvolni tekshirib baqdim. Ahvolda o'zgarish yo'q. Sud yanala 3-oyning 27 kuni ochiladi" degan. Tayland xonlik saqchi atritining bayonotchisi Archayon Kraydong Taylandning Uyg'urlarni Xitoyga qaytarish planining bor yo'qligi haqida bir narsa deyolmaydiganligini aytgan. Uningdan boshqa Tayland xavfsizlik komitetining bir amaldori 26 fevral radiomizga qilgan so'zda "Men bundaq ishning borligini anglamadim. Burunmi shundaq o'sak gaplar tarqalgan. Hammasining asosi yo'q" degan. Navbatda bu masalaning qanday hal bo'lishi texi noma'lum holatda turmoqda.